Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari. Mana bugun 14 talik kampli ishimizni sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Xudo xolasa bu 100% yong'oqda bo'lgan ishimiz. Monika Cobra. Hozir trendda bo'layotgan ishlarimizdan. Oyog'i oddiy, gulli emas. Monika Cobra oddiy. Orqasi mana pardali, broshkali qilingan. Xonimizga keladigan bo'lsak, xonimizning razmeri 1.20 ga 3.60 lik bo'lgan, 14 talik. Xonimiz mana bu chiziqli xon qilganmiz. Xudo xolasa o'ta skromli, o'ta chiroyli chiqdi ishimiz. Xon taxta bo'ladigan variantidan. Xon taxtamiz 100% MDF da bo'lgan. Buni hozir video syomkadan keyin Qashqadaryo Qarshini o'ziga chiqarib olamiz bu ishimizni. Macharkalarga keladigan bo'lsak, macharkalari 10,5 cm bo'lgan. 3 qavat qo'yilgan, bitta 1,5 cm-likdan qo'yilgan. Materiallarimiz Turetskiy Atachento material. Chesterli qilib ishlaganmiz, tuymali qilib. Orqalaridan ko'rinishlari. Xudo xolasa 100% yong'oqda bo'lgan bu ishimiz. Bu kampligimiz 1.20 ga 3.60 lik xoni bilan 14 ta stulini 7.800.000 so'mga qilib berdik. Mashq holatini, 10 taxta bo'ladigan varianti bilan. 14 talik ishimiz. Bu yerda o'rab qo'ydik, xuddi shu variant. Bu ham 14 ta addenli xonsiz qilganmiz buni. Bu ham ikkovi ham bitta odamga ketyapti. O'zini xona bor ekan bitta. Xona kerak emas deydi. 14 ta xonsiz addenli 14 ta xona bilan birga qildik. Yakka o'zini 460.000 so'mdan qilib berdik buni donaga. 100% yong'oq. Kimga qanaqa ishlar kerak bo'lsa, shunaqa ishlarimizdan kerak bo'lsa, zakaz qila olasizlar. Xudo xolasa bundan boshqa kataloglarimiz bor, tashlab bera olamiz, chiroyli qilib ish chiqarib bera olamiz. Manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumani, Usta Muhriddin.